Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolisa shkaf kravatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. 2 etajligimiz bor bu yerda. 3alik, koronalik. Kravatimiz hozir bu yerda 2 xil holatda turibdi. Yon boshidagi tushuntirib o'tib ketaman. Mana bunisi o'ngga chapga suriladi. Nariginisidan bu tomonga olsa bir tomon to'siq qo'yib qolaveradi ham. Xohlasa ikki tomonga qo'yib, xohlasa pastga, xohlasa tepaga sursa bo'laveradi, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, shkaflarimizdan tushuntirib ketamiz. Shkaflarimizni ikki qanotini, ikki yonboshini ochganda, ikkita polkadan iborat. Mana eshiklari vakuumli bo'ladi. Mexanizmlari. Ikki qator vishilkiladigani bo'ladi, tagida tortmasi. Ko'rib turibsizlar. Bunisi laminatli holatda, displey laminat bo'ladi. Bular MDF laminat, krashinli oldi fasad, korpuslar displey laminat, bular displey laminat, polniy. Tepa tumba. Bu taraf polka, bu taraf vishilka. Tagida yana ikkita tumba. Ikkita tumbasi bu tepasidagi bar bo'ladi. Asoslari bilan. Bunimiz ham MDF holatda koronali. Bunimiz gumbazli fasonlimiz skromli holatda bo'ladi. Mana bu kravatimiz ham shu. Bu kravatimiz mash holatda bo'ladi. O'zgarmaydi bu. Uniki xuddi shunday yonboshdagi bir tarafga surib, ikkinchisini ham qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Shunaqa bir tomon to'siq qilib. Xo'p. Manzilimiz Andijonda, O'zbekistonda joylashgan. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'lib, bitta tushuntirib o'taman narxlarni. Bu kravatimiz 900 ming so'm mash turishi. Bu kravatimiz ham shu bez matras holatda 1 200 ming so'm bo'ladi. To'shagi 50 ming so'm, purjinkali matras bo'ladi 350 ming so'm. Shkaflarimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, bu shkaflarimiz oynalilar, gumbazli, koronali. Bu uchalik shkafimizning narxi 1 900 ming so'm, bunisining narxi 1 700 ming so'm hozirda. Hop, narxlarimiz shu aytgan narximizda. Manzilimiz O'zbekiston, Andijonda joylashgan. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ladi. Dastavka puli alohida bo'ladi. Narxidan tashqari manzilga qarab narx qo'shiladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib, yana kerakli ma'lumotlar so'rasanglar aytamiz inshaalloh. Tushunmagan joylarga hammalarga sog'lom tilaymiz.